Tövəndə dehqonlarga hissashunos Daron Ajam o'g'li bilan James Robinsonning dunyoviy mashhur asri davlatlar, ya'ni millatlar nemishqa halok bo'ladi dan o'zliksiz tarjima. 4-bob. Kichik farqlar va hal qiluvchi kesishmalar. Tarixning vazni. 4-bob, 1-paragraf. Vabo paydo qilgan dunyo. 1346-yili qora o'lim deb atalgan Bobonik, ya'ni ko'pikchi vabosi, Qora dengizdagi Don daryosining eg'iziga joylashgan Port shahri Tanaga yetib keldi. Xitoyda paydo bo'lgan bu vabo Buyuk Osiyo savdo to'mirini kesib o'tib, Ipak yo'lini bo'ylab tijorat qiladigan savdogarlar bilan birlikda chashqanlarning qenini sho'rab yashaydigan burgilar orqali taragan edi. İtaliyalik Genovi savdogarlari bilan birga kelgan chashqanlarning burgilari hamma yerga tarab, bu vabo Tana shahridan halqib butun O'rta dengiz rayoniga kengaydi. 1347-yilining 5-ida bu vabo Konstantinopol, ya'ni hozirgi Istanbulga yetib keldi. 1348-yil bahorda Fransiya orqali Shimoliy Afrikaga, ondan Italiyaning tovanki rayonlarigacha taradi. Vabo tarqalgan rayondagi aholining yarmi degidek qurib ketdi. İtaliyalik yozuvchi Giovanni Boccaccio vaboning Italiyaning Florens shahriga yetib kelganiga shohid bo'lgan bo'lib, u bu haqdagi aslimizda mundaq yozadi. Vabo shu qadar qo'rqinchli ham misli ko'rilmagan shaklda shiddatli boshlanib, o'zining ofatli ta'sirini shu qadar kuchli ifoda qildiki, uning to'sqinsiz kengayishiga qarata insonlardagi na aqlning, na ijodchanlikning hech biri qarg'a kelmadi. Vaboning bu yerda ifodalangan shakli sharqda ko'tarilgan alomatlardan farqli bo'ldi. U paydo bo'lgan sharqda vabo yuqqan kishining burnidan qon kelgan bo'lib, bu shaksizki uning o'limidan derak bergan. Aksicha bu yerda bemorda ko'rilgan dastlabki alomatlar uning qo'sig'ining usti qismining ko'pishi yoki qo'ltig'ining ishib qilishi bo'lib, bu ishchiqlarning ba'zilari tuxum shakllik bo'lsa, boshqalari asosan degidek olmaning shaklida bo'ldi. Keyinchi kasalning alomatlari o'zgardi. Ba'zi kishilarning bilaklarida, yo'tallarida va badanining boshqa qismlarida qora dog'lar hamda ko'kish jarohatlar paydo bo'lishga boshladi. Bu xil kasallikka qarata tabiblarning barliq davolari, dorilarning kuchlarining hech qaysisi kor qilishmadi. Ko'pincha hollarda bemorda yuqorida bayon qilingan alomatlar ko'rilib 3 kun ichida bemor qazo qilib ketdi. Angliyaliklar vaboning o'ziga qarab kelayotganligini bilgachga, yuz berish oldida turgan halokatdan xabardor edi. 1348-yil avgustning o'rtasida podshoh Edvard III Angliya cherkovining bosh rahbari Canterbury arxiyepiskopidan e'tiqodchi ommani duo tilovat qilishga tashkillashni so'radi hamda nurg'un episkoplar har qaysi joylardagi rohiblarga xat yozib, ulardan e'tiqodchi ommaning beshiga kelish oldida turgan ofat va uningga taqobil turishga yordami tegadi deb qaragan bu xatlarni cherkovlarda o'qib berishni so'radi. Basning episkopi Shruborslik Ralf rohiblarga mundaq yozadi. Qudrati ulug' Tangri o'z taxtida o'ltirib, yuldirmami chaqmoq va boshqa ofatlar orqali o'zi qaytirib ketmoqchi bo'lgan farzandlarini jazolaydi. Shunaq bo'lg'achqa bir ofatli yuqumli kasal sharqdan tarilib, qo'shni podshohlikka yetib keldi. Agar biz taqvodorlik bilan uzluksiz turda duo tilovat o'qimasak, o'xshash shakldagi yuqumli kasalning zaharli changilini bizning hayotimizga so'zib, aholimizni so'qib yeb ketishdan bak qo'rqishimiz kerak. Shundoq bo'lganlikdan hammamiz Tangriga sig'inib, gunohimizni tan elishimiz, zabr, ya'ni ilohiy hamd va sanolarni o'qishimiz kerak. Afsuski, bu duo tilovatlarning hech bir foydasi bo'lmadi. Vabo Angliyaga tarayib, intayin tezlik bilan uning aholisining yarmidan ko'pragini yeb ketdi. Bu balo qazoning
jamiyatning muassasalarga ko'rsatgan ta'siri g'oyat zo'r bo'ldi. Balki mushundaq sabablar tufaylidan necha o'nlagan odamning kallasidan ketib qolganligini tushungili bo'ladi. Bu kakyo ba'zi kishilarning bu nijosatning qurboniga aylanib qolmasligimizning ig'ir darajada sharob ichib, hayotdan qanuvchi huzur elib, naqsh tovlas kelganda tovlab, usul o'ynag'is kelganda o'ynab, fursat chiqqan har qanday vaqtda o'zining nafsini qandirib, vaboni faqat o'yinning qatorida ko'rish degan qarashda ching turganligiga diqqat qilgan. Hamda bu xil qarashni vabodan amal qilgan ayollarning keyingi hayotida ancha iffatli yashab ketishmaganligini tushuntirgan sabab degan. Shunisi aniqki, bu vabo O'rta asrdagi Yevropa jamiyatining ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy jihatdagi o'zgarishga g'oyat zo'r ta'sir ko'rsatgan. 14-asr kirib kelganida Yevropada feodal tartib hukmron o'rinda bo'lib, Rim imperiyasi hukmron bo'lgandan keyin G'arbiy Yevropada barliq kelgan tunji jamiyat tashkil edi. Bu tuzum dehqonlar eng tövünde turadigan podshoh bilan pomshiklarning munosabatida yorqin aks etgan munosabat asos tiklangan edi. Podshoh yerlarning egisi bo'lib, u pomshiklarning harbiy xizmati badliga yerni pomshiklarga bergan. Ondan pomshiklar bu yerlarni dehqonlarga ularning o'zlariga kengri doirada haqsiz ishlab berish badliga taqsim qilib berishgan. Dehqonlar pomshiklarga nurg'un boj seliq topshirishga majbur bo'lgan. Dehqonlarning o'rni tuvan bo'lib, pomshiklarga xizmat qilish darajasida bo'lganlikdan ular qullar deb atalgan hamda yer zaminlarga bog'lanib qolishgani uchun pomshiklar emas, balki yana sotchi, zastilla o'magi va saqchilik rollarini o'ynay oladigan xo'jayinlarning ruxsatsiz hech yerga bora olmagan. U yuqori darajadagi talon-taloj xarakterli tuzum bo'lib, boyliq nurg'unlagan dehqonlardan oz sondagi pomshiklarning cho'ntigiga tushgan. Vabo tufaylidan paydo bo'lgan emgak kuchlari jihatdagi g'oyat zo'r kamchilik feodallik tuzumning g'ulini ta'virtibatdi. Bu dehqonlarning ishlarning o'zlariga foydali bo'lishini talab qilishiga fursat yaratib berdi. Masalan, insham abidiki dehqonlar nurg'un boj seliqlarning ham haqsiz emgaklarning kengaytirilishini talab qildi. Ular arzu qilganiga erishdi hamda ularning yangi to'xtami 1349-yili vabo mazgilida, ya'ni o'lim yetim ortib ketgan mazgilda butun o'taqda aran ikki aholi degidekli qolgan bo'lib, ular Opton monastirining bosh rohibi ham o'taqning egisi qarindosh Nikolasga agar uning o'zlari bilan yangi to'xtam tuzmasa, bu yerdan ko'chib ketadiganligini bildirgandan keyin Nikolasning ular bilan yangi to'xtam tuzganligini jakalash bilan boshlangan bo'lib, darvaqa Nikolas ular bilan yangidan to'xtamlashgan. Inshamda yuz bergan ish hamma yerda yuz bergan. Dehqonlar o'zlarini majburiy emgak mulozimatidan va pomshiklarga to'lashga tegishli nurg'un majburiyatlardan qutuldirishgan. Ishqa boshlagan 1351-yilga kelganda hukumat ishqining o'rilishini to'xtatishga urinib, emgakchilar qonunni ma'qullagan. Bu qonun mundaq boshlangan. Vabo tufaylidan kishilarning ko'p qismi bo'libmi, emgakchilar va mulozimlarning ko'p qismi o'lib ketganligi uchun ba'zilar xo'jayinlarining holini, ya'ni ular xizmat qilganlarning yetishmayotganligini ko'rib, o'zlarining ish haqini g'oyat zo'r darajada o'stirib bermasa, xo'jayinlar uchun xizmat qilishmaydiganliklarini bildirishdi. Biz yer teruvchilarning va boshqa emgakchilarning kam bo'layotganligi keltirib chiqarayotgan bu g'oyat zo'r qulaysizlikni ko'zda tutib, tuvandagi farmonni chiqishni muvofiq ko'rdik. Angliya podshohligidagi har bir ham ayolning podshohlik muvofiq deb qaragan hamon podshohlik xizmat qilish majburiyati bor. Shunga u o'zi ishlayotgan yerdan o'zining jinini baqidek maosh yoki to'lanni elish kerak. Ya'ni bizning podshohimiz hukmronligining 20-yildagi yoki undan 5-6 yil burun mavjud bo'lgan maosh belgilamasiga ko'rish kerak. Askartish. Podshoh Edvard 3 1327-yili 25-yanvarda taxtga o'tirgan bo'lib, shunga bu yerda 1347-yili ko'zda tutilgan. Bu qonun amaliyotda qora o'lim yuz berishining oldidagi berilgan ish haqini, ya'ni qora o'lim yuz berishining oldida taqiqlangan ish haqini
bekitish ko'rinishi edi. İngliz jamiyatidagi yuqori tabiqini vasvasiga salg'ini ozdirish, ya'ni bir pomchikning kamchiligi bo'layotgan dehqonlarni yana boshqa pomchiklardan o'ziga qiziqtirib tortib olish urinishlar edi. Bu masalani hal qilishning usuli hukumatning xo'jayindan ruxsat olmay xizmatdan ayriluvchini turmaga selish bo'ldi. Ya'ni agar usul yiqichi yoki cho'p o'rg'ichi va yoki xizmatchi yoki mulozim sharoitning qandoq bo'lishidan qat'iy nazar birisiga ishlayotgan ekan deyishgan muhlat to'shmagan sharoit ostida xo'jayinning ruxsatisiz yoki yetarli sabab bo'lmay turib ish o'rnidan ayrilsa, bu kishi turmaga silinishi bilan jazolanadi. Onun taşayında hech kimning bu kishiga yuqori ish haqi berishiga hamda burun deyilgandek turmushiga yetgudak maosh ham to'lam berishiga yo'l qo'yilmaydi. Angliya davlatining qora o'lim yuz berish harfisida bekitilgan ish haqi va shu chog'da qurilgan muassasalarni o'zgartirishni to'xtatish urinishi kerak kelmadi. 1381 yili dehqonlarning qo'zg'oloni portildi. Watt taylarining rahbarligida qo'zg'olonchilar hatto Londonning ko'p qismini qo'lga tushirdi. Gerçi ular en ahir mağlup kılınıp, Wattaylar qatli qilingan bolsa-mı, emgekçiler kanunu icra qilish haqida qayta urinish bo'lmadi. Feodal emgek mulozimatining g'oyib bo'lishiga ergishib, Angliyada hammani o'z ichiga oladigan emgak bozori maydon kelishga hamda ish haqi o'sishga boshladi. Bu vaba dunyoning ko'p qismini so'qib tarqalganli yerida nopusning o'xshash nisbatini yo'qotib o'tgandek qiladi. Şunu bunun demografik yani nüfus cihatdagi ta'siri Sharqiy Yevropada xuddi Angliya va G'arbiy Yevropadagi o'xshash bo'ldi. Bu jarayonda ijtimoiy va iqtisodiy kuchlarmi hamma yerda o'xshash rol o'ynadi. Emgakchilar qis bo'lib kishilar texnik ko'proq erkinlik talab qilishdi. Ammo sharqda texnik kuchlik ziddiyatlik bir logika hukm suratdi. Hamma o'z ichiga olgan emgak bozorida emgakchilar sonining oz bo'lishi yuqori bo'lgan ish haqida derak beradi. Bu pomchiklarning emgak bozorini talon-taroj xarakterli qilishga hamda dehqonlarni qulluq holatiga tushirishiga qiziqtirdi. Angliyada bu niyat qulluq qonunda yaxshi aks etgan edi, lekin emgakchilarning kuchi yetarli bo'lg'achqa ular uncha betar holga tushib qolmay bularning changilidan qutula oladi. Ammo Sharqiy Yevropada ahvol undaq bo'lmadi. Vabadan keyin Sharqiy Yevropadagi pomchiklar nurg'un yer zaminlarni qo'lga ilib hamda uni kengaytirishdi. Bu G'arbiy Yevropadagi pomchiklarning qo'lidagi yer zamini ko'payib ketdi. Yezi bozorlari ojizroq hamda nopos charangroq bo'lib, emgakchilar o'zlarining erkinroq hayotga erishish orzusining aksicha, ular o'zlaridagi asli bar bo'lgan erkinlikni tajovuzga uchrayotganligini ko'rishga boshladi. 1500-yildan keyin, ya'ni G'arbiy Yevropaliklar Sharqiy Yevropaning yezgilik mahsulotlarini, masalan, bug'doy, qo'noq va chorva mol qatorliqlarni talab qilishga boshlagandan keyinlar bundan ta'siri ko'rilishga boshladi. Amsterdamga import qilingan ko'mir qo'noqning 80% Elbe, Vestola va Oder daryo vodisida keladi. Uzun qolmali Gollandiyaning gulinayotgan savdosining yarmi Sharqiy Yevropa bilan bo'ldi. G'arbiy Yevropaning talabi oshgan sari Sharqiy Yevropadagi pomchiklar ta'minlashni kengaytirish uchun emgakchilarga bo'lgan kontrolni kuchaytirdi. Bu o'rta asrning boshlarida mavjud bo'lgan aslidagi qulluq shaklidan texnik dahshatlik ham o'zguchi bo'lgani uchun ikkinchi qulluq tuzum deb ataldi. Pomchiklar o'zlarining yerlarini terg'uvchilardan oladigan bajdan oshirib, ular ishlab chiqargan mahsulotning yarmini ilib 1533-yildagi Polshaning Korzinda pomchiklar barliq emgakka haq to'lagan bo'lsa, 1600-yilga kelganda barliq emgakning yarmigidek haq berilmadi. 1500-yili Sharqiy Germaniyaning Mecklenburg'dagi ishchilar bir yilda bir necha kunda asha emgigi bilan haqsiz ishlagan bo'lsa, ya'ni asha emgigi ya'ni haqsiz emgak qilishgan bo'lsa, 1550-yilga kelganda asha emgigi haftada bir kunga 1600-yilga kelganda bo'lsa, bir haftada 3 kunga chiqdi. Emgakchilarning balları hatto pomchiklar uchun necha yil ashar emgak qilib berishga majbur bo'ldi. 1514-yildagi Vengriyada pomchiklar yerlarga bo'lgan mutlaq kontrolni qo'lga kirgizib olgan bo'lib, har bir emgakchining pomchiklar uchun haftada bir kun ashar emgak qilib berishni qonunlashtirgan edi. 1550-yilga kelganda ular ashar emgigini haftada 2 kunga oshirishdi.
16 asrning oxiriga kelganda 3 kunga ko'tarishdi. Bu vaqtda yezi aholisining 90% degidek bu xil qulluq tuzumga bosh egishga majbur bo'ldi. Gerçi 1346-yılı G'arbiy Yevropa bilan Sharqiy Yevropaning o'rtasida siyosiy va iqtisodiy muasalalar jihatdagi farqlar intayin kichik bo'lsa-mu, ammo 1600-yilga kelganda, ya'ni 2,5 asrdan keyin bu ikkisi o'xshamagan ikki dunyoga aylanib ketishdi. G'arbiy Yevropada ishchilar feodal yasoqlardan, jarima va to'saqlardan ozod bo'lib, gullanayotgan bozor egaligining xalqlik tarkibiga aylandi. Sharqiy Yevropada emgakchilar shu xil iqtisodiy faoliyatlarga ishtirok qilishgan bo'lsa-mu, lekin haqsiz emgakka majburlangan qullar G'arbiy Yevropa bozorining talabiga mos keladigan oziq-tulik va yeziklik tovarlarini ishlab chiqarishdi. Garchi u bozor egiligi bo'lsa-mu, ammo u hammani o'z ichiga oladigan emas edi. Bu xil sistemlik shaklda hog'ning paydo bo'lishi bu rayonlarda dastlabki intayin kichik ko'ringan farqlarning sababidan edi. Ya'ni Sharqiy Yevropada pomishchilar nisbatan yaxshi tashkillanishgan edi. Ham ulardagi huquq sallamaza cho'ngroq bo'lib, yer zaminlarga bo'lgan igdorchiligi puxta edi. Yez bozorlar ojizroq ham kichikroq bo'lib, dehqonlar degudek tashkillanishmagan edi. Tarixning buyuk planlarining ichida bu intayin kichik farqlarni hisoblanadi. Ammo G'arbiy Yevropa bilan Sharqiy Yevropa o'rtasidagi bu kichik farqlar ularning aholisining hayotiga nisbatan xalqliq ta'sir ko'rsatib qolmasdan, balki yana qora o'lim feodallik tuzumning g'ulini langishtirgan shu chaqlarda ular yana bu rayonlardagi kelgusida barliq qiladigan muassasalarning taraqqiyot yo'lini ko'rsatib berishdi. Qora o'lim jamiyatga mavjud siyosiy va iqtisodiy tangpunlikni buzg'ichi muhim voqea yoki ta'siri zo'r omillarning biri bo'lib, u tarixning hal qilg'uch kesish nuqtasining jonliq misolidir. Hal qilg'uch kesish nuqtasi qo'sh bisliq shamshar bo'lib, u bir millat va davlatning mavjudlik yo'lida shiddatli burilish yasaydi. Bir tarafdan olganda u talon-taroj xarakterli muassasalarning davriyligini buzib tashlashga yo'l ochadi. Hamda xuddi Angliyadagi o'xshash hamni o'z ichiga oladigan muassasalarning texnik ko'plab paydo bo'lishini ilgari suradi. Yoki u xuddi Shimoliy Yevropada maydonga kelgan ikkinchi qulluq tuzumga o'xshash talon-taroj xarakterli muassasalarning paydo bo'lishini tiziltidi. Tarixning hamda hal qiluvchi kesish nuqtalarining iqtisodiy va siyosiy muassasalarni qanday o'zgartirganligini tushunish bizda nomrodlik bilan gullanishning farqlarining manbasini tushuntiradigan mukammal bo'lgan nazariyani barliq keltirishimizga muvaffaq qiladi. Shundaqla u yana dunyoning bugungi holini tushunish hamda nemishqa ba'zi davlatlarning hammani o'z ichiga oladigan iqtisodiy va siyosiy muassasalarga ko'chsa, yana ba'zilarining ko'chalmasligining sababini tushunish imkoniyatiga ega qiladi.